September 2023. 2023-yil sentyabr oyida xuddi shu minbardan turib 2025-yilda UNESCO bosh konferensiyasi 43-sessiyasini Samarqand shahrida o'tkazish bo'yicha O'zbekistonning tashabbusini a'zo davlatlarga e'lon qilish baxtiga muyassar bo'ldim. Samarqand bosh konferensiyasi barcha a'zo davlatlar uchun bugun sizlarga bir qismini taqdim etmoqchi bo'layotganimiz. Mamlakatimizning boy tarixi, madaniyati, an'analari, tabiati, me'moriy merosi va oshxonasi bilan tanishish uchun ajoyib imkoniyat bo'ladi deb ishonamiz. Bizning madaniy merosimizni asrash va uni jahon hamjamiyatiga taqdim etish ishlarida qo'llab-quvvatlagani uchun yana bir bor UNESCOga chuqur minnatdorlik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you very much.